Kanada Federatsiya Parlamenti Xitoyning musulmon Uyg'ur turiklariga qaratilgan bostirishni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish taklifini muzokara qildi. Asosliq o'qituvchi konservativlar partiyasining parlament a'zosi Wellington, parlament a'zosi Michael Chongning umumiy yig'iniga sunilgan Xitoydagi diniy osonliklar nomli bu taklifi bugun atigan boshlangan parlament yig'inida muzokara qilindi. Dalil isbot aniq irqiy qirg'inchilik bor. Kanada mas'uliyatidan qochib qutulolmasligi kerak. Kanada bu masalada dunyo miqyosida kishilik huquqni qo'g'dashdan o'zini qochirmasligi kerak. Xuddi G'arbdan ilgari Janubiy Afrikadagi irqiy ayrimchilikni ayblaganga o'xshash. Michael Chong parlamentga qilgan so'zida o'zining taklifini o'ttirg'a qo'ydi. Boshqa o'qituvchi partiyalar, Quebec Bloc, Yeşil partiya va Yangi Demokratiya partiya vakillari nutq so'zlab, irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinishini talab qildi. Mesut Özilning sobiq komandasi bo'lgan Arsenal komandasi Turkiyadan kelgan germaniyalik futbolchining Uyg'ur turiklarini qo'llaganligi uchun komandadan chiqarib etilganligi to'g'risidagi ayblashlar haqida bayonot e'lon qildi. Mesut Özil o'zining ijtimoiy aloqa to'rida 2019-yil 12-oyda Xitoyda ziyonkashlikka uchragan Uyg'ur turiklari haqida bayonot e'lon qilib, dunyoni bu ahvolga diqqat qilishga chaqirdi. Arsenalning bosh ijroiya amaldori kishilar Mesut Özilning uning bayonlari sababidan inkos qaytirdik. Biz uni komandadan chiqarib etdik deyishdi. Ammo bu odil emas. Klub bo'lish sifatimiz bilan biz futbolchilarimizning qarori va fikriga izchil hurmat qilib keldik. Biz ularga aralashmadik. Mesutning bayonotidan keyin bizdan Xitoyga baho berishimiz talab qilindi. Biz bu topchimizning shaxsiy fikri ekanligini, uning bu so'zini o'zining erkin ifoda bilan o'tirg'a qo'yganligini aytdik. Buning hech qanday iqtisodiy va savdo sababi yo'q. Biz topchilarning siyosiy va ijtimoiy ko'z qarshiga aralashmaymiz ifodalash usulini qo'llangan. Xitoyning sistemlik assimilyatsiyasiga uchragan oilasi uchun da'vo qilayotgan lager yaqinlari oilasini qutqizish uchun qo'lidan kelishicha tirishchanlik ko'rsatyotdi. Bir qancha siyosiy partiya bilan ko'rishgan Uyg'urlar MHP partiyasi bilan ko'rishishni talab qildi. Ammo MHPning inkosi ijobiy bo'lmadi. Yig'in talab uchun bosh shtabdan rad qilingan javob topshirildi. Yana bir tarafdan Konyadagi Saxovat partiyasining muavin boshlig'i Karadoman majlisda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida TBMM ichida Uyg'ur do'stlik guruhi qurishni talab qildi. Germaniyada turishliq kishilik huquq tashkiloti tahdidga uchragan xalq jamiyati 2022-yil Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan Olimpik tanharkat musobaqasidan ilgari bu davlatga kishilik huquq dafsandichiligini aybladi. Tahdidga uchragan xalq jamiyati dokladida yana Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligining borligi, bu davlatda axborot va fikr erkinligining tahdidga uchraydiganligi, 100 dan ortiq muxbirning turmada ekanligini bayon qildi. Musulmonlar, xristianlar va buddistlarning din va e'tiqod erkinligi rad qilinganligini o'tirib qo'ygan. Taxminan 500 ming kishining Sharqiy Turkistonda ishlashga majburlanganligi va Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz osonliq millatlarga tava taxminan 1,600,000 kishining Sharqiy Turkiston rayonida lagerlarda tutib turilganligini ko'rsatildi. Xalq Ozodlik Armiyasi kundalik gazetining 2020-yil 6-oyda Galvan vodisidagi Xitoy bilan Hindistonning chegara liniyasida yuz bergan to'qinishga munosabatlik dokladida 2020-yil 4-oydan boshlab munosabatlik chet el armiyasi chegara siziqidan o'tib ketdi. Ko'rik va yo'l yasab, u chegara bo'yidagi o'rnini o'zgartirish orqali qasddan avorchilik tug'dirdi. Xabarlarda Hindistonning Xitoy armiyasi aloqa uchun avatgan askarlarga hujum qilganligi va 4 Xitoy askarining o'lganligi xabar qilingan. Hindiston 2020-yil 6-oyda yuz bergan to'qinishda 20 askardan ayrilgan. Xitoyning 45 askarining o'ldirilgan yoki yaralanganligini o'tirg'a qo'ydi, ammo Xitoy bu talablarni qabul qilmadi.